Singlimni urgan qo'llaringni sindiraman. Ishon, kuyov kelsin. Ha, kuyov. Nima maza yaxshimi? Ha? Qaynaqa? Yaxshimi? Ayjon dadajon yaxshimi? Singlimni uribsiz. Nima gap bu? Aziz yaxshimi? Alloh qo'l so'raysizmi deb o'ylabman men siz kelganingizdan. Tinchmisiz? Aziz yaxshimi? Nima gap? Qanaqasiga gaplashamiz? Qaynaqa? Juda yaxshi ko'rib ketaman men sizni. Bellarni salday mashq qilma, ha? Qaynaqa? Ana erkaklarga o'xshab sal jiddiy gaplashamizmi degan edim. O, davay yechin. Qanaqasiga gaplashamiz? Yo, natorchingiz, ya kuyov, natorchingiz. Aqlli insonlardek gaplashik degandim. Shunaqa deymizmi? O'tiring. Anang bu oila mavzusi, eri xotin urushi, doka roman qurishi bo'ladi qaynaqa. Siz urushib yarashaveramiz, siz yomon ko'ringaningiz qoladi-da. Desam, tushunmaysiz-da, aqlingiz yetmaydi bunaqa ishlarga. Tire. Menga qara, meni oilamga aralashma. O'zimiz ichkaridagi muammoni o'zimiz hal qilamiz. Tushunding-a? Davay. Quri. Kuyovim bo'lmaganingda yozardim.